Xorazmning turistik manzillari qatorida Urganch tumanida joylashgan Turkmanlar mahallasida mavjud bo'lgan Ulug' hovli tarixiy majmuasi ham alohida ahamiyatga ega manzil hisoblanadi. Bu yerda o'zbek va turkman xalqlarining do'stligi, hamjihatligi o'z ifodasini topgan. Bundan tashqari etnografik turizmni ham rivojlantirish uchun katta salohiyat mavjud. Boisi bu yerda ikki xalq vakillarining yashash tarzi, turmushi haqida atroflicha ma'lumotga ega bo'lish mumkin. Va bahor fasli kirib kelish bilan mamlakatimizning barcha hududlaridagi singari Xorazmda ham Navro'z sayli, sumalak saylari allaqachon boshlab yuborildi. Xususan bu manzilda ham bugun katta mana shunday shodiyonalar bardavom bo'lyapti. Bu esa nafaqat mahalliy sayyohlar, balki xorijlik mehmonlar e'tiborini ham tortmoqda. Mana bugun Ulug' hovlida shu ota-bobolardan qolgan udim sumalak sayli bo'lib turibdi. Bunga sababchi mana musaffo osmonimiz, charaqlab turgan quyoshimiz, bizlarga mana qarang bir ilhom beradigan prezidentimiz bo'lgani uchun, turizmga otalik qilib turgan uchun, xalqimizning otasi bo'lib, to'q qilib, hamma millatlarni teng tutib turgan uchun shu ilhom bilan shu turizm mana oyligini, turizm mavsumini boshlayapmiz. Xudoyim shu muborak yil bo'lsin, barakatli yil bo'lsin, ozibirchilikli yil bo'lsin. Shu millatlarni sevadigan bek o'zbeklar omon bo'lsin. Hammamiz boshimizda turgan prezidentimiz omon bo'lsin. Bu eski udumlarni, ota-bobodan qolgan urf-odatni hamma kutadi. Hamma shuni ko'rib o'ziga keladi. Yasharg'isi keladi. Ota-bobosini istagan odamlar ko'rgan deb bo'ladi shuni. Qarang, mana tandirimizga qarang. Hamma anjomlari bilan turibdi. Mana saxtamizga qarang, mana yurt qora uylarimizga qarang. Mana hamma bezaklar, mana ota-bobodan qolgan taqchallarimiz, karavotlarimiz, bezaklari, mana shu issiq nonlar, shularning hammasi tinchlikdan, to'qlikdan, dono siyosatdan. Mana O'zbekistonda tinchlik-ku, mana to'qlik-ku, sharoit bor-ku, hamma narsa bor-ku degan butun dunyo ko'rsatib o'tiribmiz. Ulug' hovlimizga keling deb chorlab qolaman. Xudoyanda yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz mana shunday musaffo bo'lsin. Hammamiz Xudoyim shu tinchlikda, omonlikda shunday yaxshi saylarni o'tkazaveradi. Tarixiy ruh hukmron maskanda bahorning eng qadimiy va fayziy an'analaridan biri sumalak sayli tashkil etilgani xorijiy va mahalliy sayyohlar uchun ham qiziqarli jarayon bo'ldi. Milliy taomlar, qadimiy hunarmandchilik buyumlari, xalq o'yinlari va an'anaviy kuy-qo'shiqlar tadbirlarga o'zgacha ruh bag'ishlayapti. Xorazmga birinchi marta safarimiz. Mana xudo xolisa jamoamiz bilan o'sha vazirlik tomonidan 3 kunlik sayohat, ichki turizm deydi-ku, shunga Xorazmga yo'naltirilganmiz. Xiva, Urganch ancha joylarini, ziyoratgohlarni ko'rib chiqdik. Taassurotlar hamin qadar, juda ham zo'r, ajoyib. O'zimiz mana O'zbekistonda yashab turib, Toshkentda mana yashab turib, Xorazmda shunaqa bir tarixiy obidalar borligini bilmagan ekanmiz. Buni eshitganmiz adabiyotlardan, lekin ko'zimiz bilan ko'rish boshqacha. Endi bekorga mana shu prezidentimiz tomonidan ham ichki turizmni yoki bir dunyo turizmini yo'lga qo'ymagan ekanlar. Nimagaki chet eldan qancha insonlar mana kelib ko'rib ketyapti. Biz shu O'zbekistonda yashab turib bir qadam joy ko'rmagan ekanmiz. Shuni yo'lga qo'yganligi avvalambor rahmat. Endi Xorazm o'zgachada, urf-odatlari, bir an'analari. Hozir mana shu joyning o'zida ham sumalak sayli bo'lyapti. Ko'rib juda ham bir katta taassurotga ega bo'ldik. Ayniqsa mana Umrbek Hofiz yigitimizni ovozlari, shirali ovoz, ko'z tegmasin. O'z Xorazmda menimcha san'atga qiziqmagan bir uyda doira, dutor, tor osilmagan xonadon bo'lmasa kerak. Juda ham ajoyib, mazza qildik. Xudo xolasa yana nima deydaligi bir ko'rgan armon, yana ko'p kelish niyatimiz bor. Keyingi safarlarda xudo xolasa yana to'liqroq sayohat qilish niyatimiz bor. Kelib ko'rib ketdim, endi borib uydagilarga gapirib, birgalikda oilaviy safar qilish niyatlarimiz ham bor. Xivada bo'ldik. Mana hozir turkman xalqini yashash tarzi bilan tanishtirgan olib kelishdi. Bizga bu juda ham yoqdi. Xorazmda birinchi marta bo'lishimiz, taassurotlarimiz juda ham zo'r, a'lo darajada. Kitoblarda ko'rganmiz, kinolarda ko'rganmiz, o'z ko'zingiz bilan ko'rgan boshqacha ekan. Keyingi safar oila a'zolarimiz bilan kelishni niyat qildik. Xudo xohlasa, 2 kunga emas, ko'proq kelamiz. Har xil mashhur festivallar bo'lar ekan, xabar topdik. Qovun sayli, lazgi festivallari, xudo xolasa oilaviy kelamiz. O'zimizni o'zbek milliy urf-odatlariga asoslangan sumalak bo'lyapti. Xorazm lazgilarini ko'rdik, bu yerda birga ishtirok etdik, o'ynadik, juda ham yoqdi.
Navro'z arafasida pishiriladigan sumalak qadimdan mo'l-ko'lchilik, baraka va birlik ramzi sanaladi. Ushbu saylda mehmonlar sumalak tayyorlash jarayonini yaqindan kuzatish, xalqona qo'shiqlar va marosimlarda ishtirok etish imkoniga ega bo'lishdi. Xorazmga birinchi marta tashrif buyurishim taassuroti juda o'zgacha bir hayajonli-da. Sababiki mana Chanqalaga bordik. O'sha Xivani ham ko'p joylarni biz bilmas ekanmiz. Tarixiy so'zlarda oldin nima bo'lgan, qanaqa bo'lgan, hammasini tushuntirib berishdi va maza qilib Xorazmni aylanib ko'rib, mana hozir shu bugungi kunda ham Ullu hovli deyshar ekan, o'sha ya'ni o'sha katta hovli degan ma'noda o'sha turkmanlarning mahallasi deyishdi, tushuntirishdi. Qarang, o'zgacha ajoyib, mana bu yerda sumalaklar o'zgacha bir shuh bag'ish etyapti, bizga kayfiyat bag'ish etdi. Ayniqsa mana bu sozanda xonandalar do'stlarimiz kuylashgani bizni juda jo'mishga keltirdi. Jonli ijroda qarang, tor doira, akordionlarda mana Xorazm dostonlari ham juda biz bolalarga ham o'rgatamiz qo'limizdan kelganicha, lekin o'sha Xorazm dostonlari, Xorazm xalpalachilik san'ati, umuman suvaralar, katta ashulalari ham mana xalqimizga mana shu Xorazmdagi san'atkorlarimiz yetkazib o'rgatib qo'ldan kelgancha kelishyapti. Biz bundan mamnunmiz, xursandmiz. Hammaga yaxshi kayfiyat. O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Xorazmga ko'pchilikni o'sha kelmaganlarning kelishini tavsiya qilib qolaman. Maza qilib o'sha haligi tuxumbarak deymizmi, Tevetoshi, o'sha injon deganlari bor ekan. Hamma ovqatlardan talon qilib ketsanglar, aylanib ketishlarini tarafdorimiz. Prezidentimizning joriy yil 6-mart kungi 2026-yilga Navro'z umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorda ta'kidlanganidek, ushbu ayyom Navro'zni ulug'lash, insonni ulug'lashdir degan ezgu g'oya asosida yurtimiz bo'ylab keng tantana qilinadi. Bunda jamiyatimizda hukm surayotgan millatlararo do'stlik va totuvlik muhitini mustahkamlash maqsadida yurtimizda istiqomat qilayotgan turli millat va elatlar vakillarining milliy urf-odatlari, an'ana va qadriyatlari keng namoyish etiladi. Bu vohamizda yashab kelayotgan barcha etnik diaspora vakillariga katta xursandchilik bag'ishlamoqda. Sumalak atrofida yangragan qo'shiqlar, milliy raqslar va samimiy suhbatlar bahor kayfiyatini yanada kuchaytirdi. Bu maskan qadimdan og'a-ini, do'st birodar bo'lib yonma-yon yashab kelayotgan o'zbek, turkman xalqlarining birligi ramzi hisoblanadi. Türkmen, Özbek, Qaraqalpaq hammasi bir oila bo'lgan. Bozori bir bo'lgan, to'ylari bir bo'lgan. Aytadi-ku, hafızımız Atacan Xudoshukirov. Men O'zbekni o'g'liman. 3 og'ayin farzandi. Türkmenni jigar bandi, Qaraqalpaq dil bandi. O'zbek elinden salam, Türkmen dilinden kelam. Assalam, assalam, Xorazm elinden salam deydi. Shunday degandi, bizani do'stligimiz ezelden bulabilen, kız alıp kız bergen, her davam kılıp kelatir. Bahar bu yangi kuch, yangi hayat. İşi bahar nefesi bilen hemen tebrik kılamız. Bütün Özbek halkını, Türkmen halkını tebrik kılamız. Elimiz, yurtumuz tinç bolsun, abad bolsun. Bizden jipslikimiz hem vaqt berdavam bolsun. Albatta, bu jarayonlar ijodkorlarga yanada ilhom bag'ishlaydi. İki xalqning do'stligini ramzi bir. Türkmen bilan O'zbekning. İki xalqning do'stligi to'g'risida yozdim. Hech tarjimon kerakmas, yaqin tilimizdan, ezelden kelinki o'g'il qizimizdan. Suvimiz bir daryodan o'xshar chagal sozimiz, giysak yarashib turar chegirma chaponimiz. Dunyoni lol qoldirgan bir Alisher Navoiy eng zo'r she'rlari bilan maktum qilib turag'i. Bu yonda Xiva bo'lsa, bu yonda Ko'naverganch. Tarixga boy xalqlarimiz devorlarini naqshganch. İki og'aynimiz, birimiz O'zbekiston, ajratib bo'lmas bizni, birimiz Turkmaniston. Xalqlarning do'stligi abadiy bo'lsin, tabriklama xalqimizda tinchlik bo'lsin, yaxshi yillar, bayramlar bo'laversin. So'nggi yillarda vohada turizm infratuzilmasini rivojlantirish, sayyohlar uchun yangi maskanlar tashkil etish va milliy madaniyatni targ'ib etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu ma'noda Urganch tumanidagi Ullu hovli majmuasi ham ichki turizmni rivojlantirishda muhim maskanlardan biriga aylanib boryapti. Mana bahorda ichki turizm rivojlangan bir mahalda Xorazmni sayohat qilib, tarixiy obidalarni ko'rishga keldik. Mana davlatimiz juda
katta imkoniyatlar berdi. Bitta armonim shu edi, Xorazmni bir borib ko'ray dedim, kollejda ishlab yurgan paytlarimda, lekin hech imkon bo'lmadi. Xorazmning tarixini juda o'rganishni xohlardim. Mana ko'rib, o'qib, gidlarimizdan eshitib, mening ko'p bilmagan narsalarim borligini bildim. Demak, Xorazmga birinchi marta kelishingiz. Endi Xorazmni mana shu aholisining urf-odatlari, qadriyatlari sizda qanday taassurot qoldiryapti? Mana bahor kelishi bilan hamma joyda allaqachon sumalak sayrlari boshlangan. Xorazmning urf-odatlarini kursdoshlarimizdan eshitib yurardik, lekin ko'z bilan ko'rgan boshqa ekan. Bularning urf-odatlari juda ham chiroyli, tillari shirin, shevalari. Ayni paytda biz turgan mana shu Ulug' hovli tarixiy majmuasi haqida fikrlaringiz qanday? Bu turkmanlarning yashash sharoitini ko'rsatdi. Mana haqiqatda bu muzey bo'lib saqlangan ekan. Buni ko'rib yana ham hayajonlanyapman. Ichki turizm g'oyalarini ilgari surgan prezidentimizga rahmat. Bu tadbir nafaqat Navro'z bayrami ruhi, balki Xorazm xalqining mehmondo'stligi, urf-odatlar va turizm salohiyatini ham namoyon etmoqda. Navro'z yangilanish, do'stlik va birlik bayrami. Ana shu qadimiy ayyom arafasida o'tkazilayotgan sumalak sayrlari xalqimizning asrlar davomida sayqal topgan urf-odatlari hamon yashab kelayotganidan dalolat beradi. Qadim vohada esa bu an'analar yanada o'ziga xos tarzda nishonlanmoqda.